aniq bittada o'xshab chiqadigan turkcha pide retsepti bilan bo'lishaman. Idishimizga iliq sut, shakar, tuz va dro'jji solib apar holatiga keltirib olamiz. Ustiga bitta tuxum chaqib aralashtiramiz. Ozgina un solib aralashtiramiz. O'simlik yog'i solib xamir holatiga keltiramiz. Xamirimiz 3-4 soat oshguncha qiymamiz tayyorlab olamiz. Qizib turgan yog'ga qiyma solib qo'rib olamiz. Ustiga soya sos, pomidor, sitafil bolg'arsa solib biroq qo'rib olamiz. Paprika, tuz, zira va tomatli pasta solib yaxshilab qo'rib olamiz. Bu orada xamirlarimiz tayyor bo'ldi. Ularni to'rtta zuvallaga bo'lib olib, shunaqa ko'rinishda yoyib olamiz. Nachinkamizga birinchi sir solamiz, keyin qiymamizni solib yaxshilab yoyib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek tugamiz. Birinchi chetlarini, keyin o'rtasini ochilib ketmaydigan qilib tugamiz. Tayyor tugilgan pidelarimizni teskari qilib listga joylashtirib olamiz. Ustki qismini xuddi videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Ustiga tuxum sarig'ini surib 180 gradusga 30-45 daqiqaga duxovkaga yuboramiz. Juda ham sochniy va mazali bo'ladi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Har doimgidek oson va mazali retseptlarimiz sizlar uchun. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab olinglar.